Mongoliyaga pozor ve O'zbekiston xalqining obro'yini bir teng qildilaring. Mana shu bo'yni tashkillashtirish qo'llaringdan kelmasa, razve mana shu kelgan mehmonlarni bezopaslikni обеспечить qila olmasalaring, mana shu ligani tashkil qilishdan sizlarga nima foyda edi? Bu bir. Ikkinchidan, mana shu Jasur yo boshqa mana shu o'z ko'zlaringizda mana shu kadrni ko'ryapsizlar. Tojikistonlik bola raqibini jengib ochko sifatdan mana ochko tomonlama jengib bo'lib turib, qo'l ko'tarilgandan keyin mana oxirisi nima bo'layapti? Ves mana shu mana halgi trener men ikkovini iterib halgi kiletlarning ichidan chiqarib, iterib, jerib, pozorda qo'llaringdan kim chichqaqlar billat, ves jahonda sharmanda qiladi mana shu O'zbekistonda. Ves O'zbekistonni sharmanda qilib bo'ldilaring. Kelgan mehmonni razve shundan qiladilarmi? Ko'ting bormi urush, ko'ting bo'lmasa, xuli urushasanmi? Undan keyin jengilgandan keyin tan olishdan bilish kerak. Jengilib turib hali ko'ti achish kerak emas-da. Amir Xonov chiqib olgan arata to'nqayib yerda yotibdi. Yo boshqasi. Mana shu bo'ydim, mana shu ligan shuni javob bering.